Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosining tor televiziyasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Xitoyning Qashqar shaharlik davlat amanlik soqchilari Hetka atrofida do'kon ichib tijorat qilayotgan Nurmamat Ismoil ismli bir yoshni mushu oyning 1-kuni noma'lum sabab bilan do'kondan tutib ketgan. Soqchilar bu yil 23 yoshga kirgan Nurmamat Ismoil haqida hozirgacha hech qanday uchur bermagan. Nurmamat Ismoil tutilib ketilib, bir kundan keyin Xitoy davlat amanlik soqchilaridan 5 kishi Nurmamat Ismoilning uyiga besib kirib, uy aqtirish elib borgan va uning kompyuterini elib chiqib ketgan. Soqchilar uy aqtirish davomida Nurmamatning oilasidagilarga hech qanday qonuniy rasmiyat ko'rsatmagan. Faqat Nurmamatning bir siyosiy deloga chetishlikligini eskartgan, ammo qanday siyosiy deloga chetishlik ekanligini aytmagan. Ma'lum bo'lishicha, doirlar yana Nurmamat Ismoil bilan o'xshash bir kunda 6 nafar Uyg'ur yoshini tutqun qilgan bo'lib, ular haqidami oilalariga hech qanday uchur bermagan. 21 mart No'ruz bayramining oldi keyinda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Norvegiya, Shvetsiya, Kanada, Germaniya, Gollandiya, Amerika qatorliq ellarda o'ltirishlik Uyg'urlar har xil faoliyatlarni uyushtirib, No'ruzni kutib oldi. Amerikaning poytaxti Washingtonda 23 mart kuni No'ruz faoliyati o'tkazildi. Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan uyushtirilgan faoliyatga Gollandiyada o'ltirishlik yuqori ovozli naqshchi Aygul Hasan xonim qatnashib, san'at nomerlarini o'rinlab berdi. Chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar Uyg'urlarning an'analarini qo'g'dash, avlodlarga kimlik tarbiyasi berish, Uyg'urlar orasidagi o'zaro aloqani kuchaytirishda so'rin hozirlab berdi. Qashqar viloyatlik va Baying'ulun oblastlik o'tir sud 26 mart kuni hukm chiqarib, Qodirjon Umar qatorliq 20 kishini siyosiy sabablardan muddatsiz va uzun muddatli qamoq jazolariga hukm qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mahkama qarorini qattiq aybladi. Bu hukm rahimsizlik bilan berilgan jazo. Uyg'urlarni bostirishni maqsad qilgan deb aybladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rashid bu kishilarning diniy va madaniy faoliyatlar bilan mashg'ul bo'lganligini eskartib, Xitoy Uyg'urlarni to'r orqali o'xshamagan fikrlarni bayon qilish va uchurga erishish huquqidan butunlay mahrum qildi deb ko'rsatdi. Beijingdagi o'qituvchi Uyg'ur ziyoli Ilhom To'xti No'ruz mazgilida soqchilar tomonidan qattiq nazorat ostiga ilingan va Hong Kongga berib xalqaro ilmiy yig'inga qatnashishdan to'sib qo'yilgan. Ilhom To'xtining muxbirimizga bildirishicha, doirlar uningga talab qo'yib, kishilik huquq to'g'riliq so'zlamaslikni va tinch yashashni talab qilgan. Biroq Ilhom To'xti doirlarning bu talabini rad qilgan. Bu Ilhom To'xtining bu yil kirgandan buyon ikkinchi qitim nazorat ostiga ilinishi. 24 mart kuni Beijingdagi bir qism ziyoli o'quvchilardan bo'lib, 30-40 kishi soqchilarning qattiq nazorati ostida Ilhom To'xtini yo'qlab kelgan. G'ulja Dadamtu o'tir maktabining sobiq o'quvchilaridan Aman Qurbon, Qaysar To'xti va Yormamat Tursunlarning ahvoli ularning oila tavobatlarini jiddiy andishiga solgan. Bu 3 nafar o'smir o'tgan yili Xitoy bolalar bilan urushib qilib, bir Xitoy bolasining oq o'stanga tushib ketib o'lib qolishi sababli qo'lga ilingan. Mahkumlardan Qaysar To'xtining dadasining bildirishicha, oila mahkumlar tutqun qilingan 9 oydan buyon faqat 2 qitimla ko'rishish fursatiga erishilgan. Birinchi qitim ota-onalar bolalarning ixrosiga imzo qo'yib berishga chaqirilgan. Ikkinchi qitim sud kuni didorlashgan ekan. 19 mart kuni Urumchida Ona til savdo sherkiti tomonidan uyushtirilgan No'ruz dasturxonida Ona til ziyofati nomli No'ruz faoliyati Urumchi shaharlik soqchi idorasi tomonidan majburiy amaldan qoldirilgan. Shu kun yana No'ruz faoliyatini tashkillashga qatnashgan Abduvali Ayubning Qashqarda qurgan Ona til yaslisi rasmiy to'liq emas degan sabablar bilan taqilib, yasli bolalari tarqitib etilgan. Urumchi shaharlik soqchi idorasi Ona til savdo sherkiti bilan hamkorlashib 19 martdagi No'ruz faoliyatiga qozoq ziyolilarni taklif qilishda tashabbuskorlik ko'rsatgan Doman ismli qozoq ziyolisini ogohlantirgan. Bag'oqlar yig'vilinib qolmay, soqchilar qozoq ziyolilarga bir-birlab telefon qilib tahdid solgan. Ularning Uyg'ur No'ruziga qatnashishiga yo'l qo'ymagan.
Muhtaram televizor ko'rgüchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining atli xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.